ichki ishlar uchun bu sharmandali hol emasmi? Hop, jurnalistni so'z erkinligini cheklash yoki jurnalistni o'z faoliyatini olib borishga qarshilik ketmayaptimi? Holat Namangan viloyati Chustuvanda bo'lyapti. Ichki ishlar xodimi 28-ikkinchisi 31-oktyabr holatiga. Endi eng achinarli holati 31-oktyabrga chaqiruv qog'oz jo'natayotgan qog'ozi 31-oktyabr kuni obeddan keyin bizning qo'limizga yetib keldi. Aslida bu qog'oz bizga kelish kerakmidi? Biz profilaktika inspektori bilan suhbatlashganimizda ogohlantirganmiz. Biz aybdormiz, mayli, profilaktika inspektori narzida va aybdor borish kerakmi yoki profilaktika inspektor kelish kerakmi? Holat uzoq. Biz Toshkentda, u Namanganda men aytayapman, qonunan mumkin. Fuqaro yoki og'zaki yoki yozma ko'rsatma berishi mumkin. Men og'zaki ko'rsatma berishimni profilaktika inspektoriga ogohlantirganman 25-da. Bu xat bizga 27-da chiqib ketyapti. Qanchalik darajada to'g'ri? Endi holatni tushuntiramiz, nima bo'lyapti deganligi. Videoda ko'ryapsizlar, mana shu kampirni biz navarasini mashina urib ketganida qo'yibamiz. Bu kampirni shaxsiyatiga yoki kimligiga oydinlik kiritib, ochiqlab, xalqqa u insonni obro'sini antirish ketmagan. Holatni yoritganmiz. Bizga kelib tushgan murojaatni yoritganmiz aslida. Profilaktika inspektori bu yerda to'g'ri ish qilyaptimi? Ya'ni, men aybdor bo'ladigan bo'lsam, men uni oldiga borishim kerakmi, u men oldimga kelish kerakmi? Mendan og'zaki ko'rsatma olish kerakmi yoki yozma ko'rsatma olish kerakmi? U Namanganda, men Toshkentda. Endi telefon qiladigan bo'lsak ham, hozir ham mana telefonimizni ko'tarmayapti yoki biz ogohlantirganmiz. Aka, biz og'zdagi ko'rsatma beramiz. Profilaktika inspektorimiz ham bu narsani tasdiqlaydi va mana ahvol tirikchilik. Endi hozir bizga yana telefonimizni ko'tarmasdan 194-modda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 194-modda davlat xodimining qonuniy talabini bajarmaslik. Bu yerda qanaqa qonuniy talab bor? Men aybdorman-ku, sizlar meni oldimga kelishinglar kerak-ku, sizlarning nazingizda. Nimaga men borishim kerak? Bir, nimaga meni huquqim cheklandi? Shohruh G'iyosovmidi? Ichki ishlar matbuot xizmati boshlig'i. Qachon ishlaysizlar, mana bu ahvolga qarang, bir qo'lingizdagi xodimlaringiz qonunni bilmaydi, huquqini bilmaydi. Qani bir rasmiy munosabat bildiring. Mana bizga chaqiruv qog'oz jo'natyapti. Bu asoslimi chaqiruv qog'oz? Yo, videolari bor bizda. Men aytganman, "Ey, og'zaki beraman, iltimos, mendan olgin ko'rsatmani olgin deb turib yalingan joyim bor." Qanchalik darajada to'g'ri mana bu qog'oz? Tim bo'li chistosi kech kelayotgan bo'lsa. Qachongacha bu fuqarolarni anaqa qilaverasizlar, bir ovora qilaverasizlar. Mayli, biz huquqimizni bilamiz. Men bu qog'oz mana bormayman, men yirtib tashlayman bu qog'oz. Nolga teng, chunki bu qog'oz bu kuchini yo'qotib bo'lgan o'zi. 31-ga chaqirilgan qog'oz 31-obeddan keyin kelsa, bu qog'oz qanchalik darajada to'g'ri? Achinarli holat-ku bu.